Assalomu alaykum. Demak, bu darsda biz JavaScriptdagi ma'lumot turlarini o'rganamiz. Ma'lumot turlari JavaScriptda demak asosan o'zgaruvchi yaratilgandan keyin kalit bilan yaratilayotganimizda nom berilgandan keyin demak tenglik qo'yiladi va o'zgaruvchini demak ma'lumot turi, qandaydir ma'lumot turi berilishi kerak. Bu ma'lumot turi qiymat turi deb atasak ham bo'ladi. O'sha tenglikdan keyin qanaqadir qiymat turi beriladi, raqam bo'lishi mumkin va raqamlarda hech qanaqa qo'sh tirnoq ichiga yozmaymiz raqamlarni. Lekin string degan ma'lumot turi bor. Bizada demak uni text deb atasak ham bo'ladi. Biza tekstlar o'sha string ma'lumot turi qo'sh tirnoq ichida harflardan, har qanday karakterlardan iborat bo'lishi mumkin. Undan tashqari raqamlar aralashmasi, harflar aralashmasi va turli xil karakterlar aralashmasidan tashkil topishi mumkin va bu narsa string deyiladi. Endi stringlarni yaratishi oldin ham ozgina aytib ketganman. Qo'sh tirnoq bilan, ikkitalik qo'sh tirnoq bilan yoki bittalik qo'sh tirnoq bilan yaratsak bo'ladi, lekin tavsiya etiladi ikkitalik qo'sh tirnoq ishlatish. Undan tashqari stringlarni biza double tick deydi. Demak, bu knopkamiz SK knopkasini, demak burchakda turgan knopkani pastida joylashgan tick. Demak, bunaqa bilan ham stringlarni yozsak bo'ladi, faqat bu dinamik stringlarni yozish uslubi. Buning ichida biza qandaydir masalan $sign keyin skobka qo'yib turib, skobkani ichida biza qandaydir o'zgaruvchi ishlatsak bo'ladi. Masalan, biza agar let name ABC deb turaylik hozircha. Mana shu name ni biza ishlatsak bo'ladi, text ichida ishlatsak bo'ladi va bu narsani hozir agar men ulaydigan bo'lsam JavaScriptni HTMLimizga xo'sh script source script.js keyin defer qo'yamiz. Demak, defer qo'yganimizdan keyin qiymatni ko'rish uchun inspect qilamiz va konsolga boradigan bo'lsak, demak bizada xatoliklar mavjud. Xatoliklarning sababi iframe'lar bilan bo'lyapti. Xo'sh. Demak, xo'sh, h1 hello. Demak, bizning JavaScriptimiz hozir mana shu tekstni biza konsol logda so'rashimiz kerak. Logning ichida tekstni so'rayman. Agar tekstni so'raydigan bo'lsam, natijani ko'rish uchun, demak bizada natijalarni alert, console log, confirm va shular orqali ko'rsak bo'ladi. Hozir dinamik stringni tushuntirish uchun demak double tick qo'ydim va mana bu tekstni so'rayapmiz, o'zgaruvchining qiymatini. Qiymatini so'raydigan bo'lsak, bizada demak ABC chiqdi, qiymati chiqdi. Lekin oddiy qo'sh tirnoq qo'yadigan bo'lsak, name demak name chiqadi. Hech qanaqa demak dinamik qiymat ishlamaydi. Ikkitalik qo'sh tirnoq ichida, double tickni ichida demak tick deyiladi, o'sha narsa buning ichida ishlaydi lekin. Xo'sh, buning ichida o'sha ABC chiqadi javob. Xo'sh, mana ABC javobi demak ABC ko'rinadi. Endi bu tekstlar, keyin tekstlar bor. Shunaqadan 8 ta 9 ta bor. Xo'sh, bizada raqamlar bor. Masalan, yosh masalan o'zimniki 26 bo'lsa, xo'sh, yoshni belgilovchi yoshni berayotganimizda hech qanaqa qo'sh tirnoqsiz beramiz va raqamlarni agar biz qo'sh tirnoq bilan beradigan bo'lsak, bular ham stringga aylanib qoladi. Demak, qo'sh tirnoqsiz beramiz. Shunda buni ma'lumot turi, demak qiymatni turi desak ham bo'ladi, ma'lumotni turi desak ham bo'ladi, raqam. Endi yana bittasi bor. Buni nomi boolean deyiladi. Boolean qiymatlar faqatgina true, ya'ni to'g'ri yoki false, noto'g'ri bo'la oladi. Demak, asosan boshida false deb boshlaniladi, false bo'ladi ko'pincha ishlatilayotganda. Va demak, shu 3 ta ma'lumot turini bugun ko'rib chiqamiz. Birinchisi textvi, ya'ni string deyiladi. Keyingisi demak textni stringga almashtirib qo'yaman. String, keyin raqam deyiladi. Ikkinchi ma'lumot turimiz, ya'ni number
va uchinchisi boolean deyiladi. Demak, 3 ta ma'lumot turini ko'rib chiqamiz. Bunga tegishli funksiyalarni, metodlarni ko'rib chiqamiz. Endi bizga kelib tushayotgan ma'lumot turi har doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin yoki biza xohlagandek bo'lmasligimiz mumkin. O'shaning uchun funksiyalar ishlab chiqilgan. Qaysiki agar bizga tushayotgan ma'lumot masalan 26 qo'shtirnoq ichida kelayotgan bo'lsa, o'shani bizga raqamga aylantirib olishimiz kerak yoki mana bu tekstni biron narsaga aylantirishimiz kerak. O'shaning uchun metodlar, qurilgan metodlar bor JavaScriptda. Demak, birinchi stringlardan boshlaymiz. Xo'sh, stringlardan boshlaymiz. Demak, stringlardan boshlayotganim uchun ikkita kommentariy qo'yaman va string deb yozaman. Ikkita slash qo'yaman-da, kommentariy uchun string deb yozaman. Demak, stringlarning birinchi metodi avval biz o'zgaruvchi yaratamiz. Let text thing hello world masalan, hello world. Xo'sh, endi console logning ichida birinchi metodni ishlataman. Bu metod deyiladi, obyekt ham deyiladi. Demak, length degani uzunligi. Nimani uzunligi? Character ichidagi masalan nechta harf bor yoki nechta joy bor, nechta narsa bor. Bu narsa mana hello world o'rtasidagi bo'sh joyni ham hisoblaydi, sanaydi. Shunda sanasak hello 5 ta, world 5 ta, o'rtadagi joyi bilan 11 ta chiqishi kerak. Va javob 11 ta chiqdi. Demak, length bu yoqda bor hamma o'sha qo'shtirnoqning ichidagi hamma narsani sanaydi va umumiy 11 ta chiqardi. Demak, harflar bitta-bittadan va bo'sh joyni ham bitta deb sanaydi. Demak, length bu birinchisi edi. Endi lengthni men qirqib olaman. Lengthni qirqib olaman, kommentariyaga tiqib qo'yaman. Endi ikkinchi bizadagi endi bu qurilgan funksiya, qurilgan metod desa ham bo'ladi. Eng ko'p ishlatiladiganlardan to uppercase degan narsa. To uppercase degani katta harfga o'zgartirish degani va funksiyalardan keyin har doim skobga qo'yishimiz kerak. Xo'sh, to uppercase degani hozir hello world bosh harfi kattada, qolganlari kichkinada. Hammasi hozir katta harfga o'tib qoladi. Demak, katta harfga o'tib qoldi. Xuddi shunaqa to uppercase daqa to lowercase degani bor. Va bu to lowercase qidiruv tizimlarida yoki programmalarda eng ko'p ishlatiladigan funksiyalardan. Demak, tekstlarni qidirishga oson bo'lishi uchun yoki optimizatsiya yaxshi bo'lishi uchun kichkina harfga o'tkazib olishadi. Demak, hamma so'zimiz, hamma harfimiz kichkinaga o'tdi. Endi bu eng mashhurlardan bittasi. Yana xuddi shunaqa funksiyalar bor bizada. Demak, u funksiyalar masalan trim. Trim degan funksiya bor. Trim degani kesmoq degani o'zbekchasi. Endi trim funksiyasini biza mana bu yerda bitta joy tashiydigan bo'lsak, va trimdan oldin lengthni ko'rib oladigan bo'lsak, lengthni, ya'ni uzunligini ko'rib oladigan bo'lsak, esingizda bo'lsa, mana bu joylarni ham, qoldirib ketilgan joylarni ham sanaydi dedim, length. Xo'sh, 13 ta. Javob to'g'ri, chunki ikkita joy tashladim, oldida orqasida. Demak, trim funksiyasi mana shu qoldirib ketilgan joylarni kesib tashlaydi. Trimdan keyin agar men nuqta qo'yib lengthni so'raydigan bo'lsam, 11 ta chiqishi kerak. Nimaga 11 taligini hozir tushuntiraman. 11 ta. Xo'sh. 11 ta chiqqani boshidagi va oxirdagisini bo'sh joyini o'chirib yuboradi, kesib yuboradi trim. Lekin so'zlarning o'rtasidagi bo'sh joyi kesmaydi. Demak, yana qaytaraman. Boshidagi va oxiridagi qolib ketgan o'sha bo'sh joylarni kesadi trim, lekin o'rtadagi bo'sh joyini kesmaydi. Endi trimni ham olib qo'yaman kommentariyaga. Xo'sh, buni bo'lsa lengthni olib tashlayman. Endi trim funksiyasidan tashqari bizada yana juda ham ko'p metodlar bor va bu metodlarni masalan 8 ta ma'lumot turi yoki 9 ta ma'lumot turi deydigan bo'lsak, har bittasining metodlari bor. O'sha metodlarni описаниеda, ya'ni description qismida bu videoni
tashib ketaman silkasini. O'sha silka orqali o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Endi men eng mashhurlarini hozircha o'rgatyapman. Endi bu yoqda eng muhimlaridan bittasi split degani. Split. Xo'sh, split bu ham funksiya, ichida qo'shtirnoq va bitta joy tashlashimiz kerak. Bitta joy tashlamasimizdan oldin nima bo'lishini ko'rish uchun, demak, javobni ko'ramiz mana. Demak, harflarga bo'lib tashadi va bo'sh joyga bo'lib tashadi. Xo'sh, bo'sh joyga bo'lganini sababi mana buni bo'ldi. Buni ham alohida bo'ldi. Har bitta harf alohida bo'ldi. O'rtadagi joyi ham bo'ladi. O'rtadagi joyi ham bo'ladi. Endi o'zgardi. Demak, mana o'rtadagi joy. O'rtadagi joyi ham bitta hisoblayapti. Demak, har bitta harfni bo'lib yangicha ma'lumot turi arrayga o'tkazib yubordi. Endi arrayga o'tkazib yubordi. Agar mana bu splitning ichidagi qo'shtirnog'i ichida biz joy tashlaydigan bo'lsak, so'z bo'yicha bo'ladi endi. Mana hello world. Demak, buni ham array ma'lumot turiga, ya'ni skobkasi boshqacha o'zgargan ma'lumot turiga o'tkazdi-da, ichiga alohida so'zni keltirdi, kiritdi. Xo'sh, endi splitdan keyin bizada slice degani ham bor. Buni men olaman. Kommentariyaga solaman. Xo'sh, splitdan tashqari bizada slice degani bor. Slice degani kusokcha olish degani. Kusokcha olish deganda qism olish. O'sha qismini kesib olish. Demak, bizada hello da masalan 0 deyotganimizda boshlanadi h dan. Tugash qismi bizada 5. Demak, mana shu yergacha kesib olish kerak. Xo'sh, hello'ni kesib oldi. Endi slice demak kusokcha oladi. O'sha berayotgan indeksingizga qarab nima qilishini hozir ko'rib chiqdik, demak. Endi slicedan keyin biz tekstlar bilan ishlashni tugatamiz. Tekstli, ya'ni stringlar bilan ishlashni tugatamizda raqamlarga o'tamiz. Xo'sh, buni demak men kommentariyaga olaman-da. Kommentariyaga olib turib, endi let number teng 22. Faqat bu 22 bu raqam bo'ladigan bo'lsa, bizada stringli raqam deylik. Xuddi shuni number degan funksiya bor. Faqat katta bilan boshlanadi. Demak, funksiyani orqasidan skobga qo'yiladi va numberni chaqiradigan bo'lsak, demak buni to'g'ridan-to'g'ri stringning ichida tekshiryapti. Agar 100% raqam bo'ladigan bo'lsa, o'shani raqamga aylantirib beradi. Demak, 22 string emas bu. String emasligini qayerdan ko'rsak bo'ladi? Type of degan funksiya bor. Demak, type of noto'g'ri berdik. Xo'sh. Xo'sh, bu yoqda men result degan narsa yarataman-da. Xo'sh, funksiya. Hozirgi funksiyamiz numberni ishlataman. Numberni ishlatmanda ichida number o'zgaruvchimizni chaqiraman. Demak, number qurilgan funksiya bu va buni ichida resni chaqiraman. Va 22 deyapti. Endi shunga biz type of deyishimiz mumkin. Type of res degan bo'lsak, number chiqish kerak. Mana number chiqyapti. Endi mana shu resni number funksiyasiz yozaman. Type of turibdi hali ham. String chiqadi. String chiqishining sababi qo'shtirnoq ichida bo'lganiga raqam string chiqadi. Demak, ma'lumot turi number funksiyasi buni 100%
raqamga o'zgartiradi. Va type of ma'lumot turlarini ko'rish uchun ishlatiladi. Endi type ofni o'chirib tashlaydigan bo'lsak, buni qiymati chiqadi, 22 chiqadi. Demak, 22 chiqdi. Xo'sh. Endi raqamlardan yana muhimlardan bittasi bizada kasrlar bilan ishlayotganda ko'p kerak bo'ladigani bor. Demak, bunisini nomi numberni o'rniga yozaman. Parse int. Xo'sh, mana shu string bo'lib turibdi, raqamimiz. Bu chistiy raqam emas. Qo'sh tirnoq ichida bo'lganiga string bo'ladi. 22 yu 45 qiladigan bo'lsam, parse int funksiyasi. Xo'sh, 22 ni 35 qilaydi. 35. Parse int funksiyasi demak, kasr sonini olib tashlaydi va mana bu stringni raqamga aylantirib beradi. Xo'sh, type of deb so'raydigan bo'lsak, number dot. Chunki parse int funksiyasi kasrini olib tashlab turib, undan tashqari mana bu stringni raqamga aylantiradi. Parse int funksiyasi. Demak, o'shaning uchun type of turini so'rayotganimizda number chiqadi. Endi parse intni ishlatmasdan agar qiladigan bo'lsak, string chiqadi. Type ofni ishlatamiz, string chiqdi. Xo'sh, parse intni ishlatmadik. Demak, natijasi 35-45, lekin bu stringda. Bu raqamda emas. Bu yoqda qo'sh tirnoq chiqmayotgan bo'lsa ham natijada, lekin bu stringda chiqadi. Xo'sh, demak, bu eng mashhur ko'p ishlatiladigan funksiyalardan biri. Undan tashqari bizada floor degan funksiya bor, ko'p ishlatiladigan math.floor. Kasr sonlarni oddiy sonlarga aylantirib olishga ishlatiladi. Demak, mana 0.45 sonini kesib tashlaydi. Demak, 35 chiqadi. Kasr sonini kesib tashlaydi, lekin turini ko'radigan bo'lsak, type of demak, number dot. Nafaqat kasr sonini kesib tashlaydi, undan tashqari haqiqiy raqamga aylantiradi. Demak, bu hozircha string bilan raqamlarni metodlari haqida edi. Booleanlar, boya ko'rib chiqqanimizdek, booleanlarni ham, ya'ni true false'larni ham o'zini funksiyasi bor. Bu funksiyaning nomi oddiygina boolean. Demak, booleanlarda faqatgina boolean degan funksiya bor va ustiga bosadigan bo'lsak, aytadiki, mana boolean constructor qiymatini tekshirib berishi mumkin. Faqat qiymati true yoki false bo'lishi mumkin. Qiymatlarni tekshirishda ko'pincha ishlatiladi. Masalan, qiymati buni ichida yo'q. Hozir mana let. Xo'sh, qiymat qo'sh tirnoqning ichida hech qanaqa qiymat yo'q. Type ofni o'chiraman qiymatni ko'rish uchun. False chiqadi. False chiqdi, qiymat yo'q. Endi qiymat a deb yozadigan bo'lsak, true chiqadi. Demak, boolean funksiyasi bo'sh yoki bo'sh emas narsalarni aytib beradi. Undan tashqari raqamlarda 0, demak, false chiqadi. 1 true chiqadi. True chiqadi va masalan, bunaqa raqamlar bo'lsa true chiqadi. Demak, 0 false chiqadi. Boolean funksiyasi bor. Bu demak, asosan booleanlar bilan ishlatiladigan qurilgan funksiyalardan bittasi, lekin biz ko'pincha raqam va stringlarni bir-birini almashtirayotganimizda raqam va stringlarni metodlarini ko'p ishlatamiz. Undan tashqari array va obyektlarni metodlarini ko'proq ishlatamiz booleanga yoki boshqa ma'lumot turlariga nisbatan.